Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Siz bilan Huriya Anvar, Samarqand akademiyasining asoschisi va albatta life coach. Endi esa bugun siz bilan aynan 22-sanada tug'ilgan insonlar haqida va bugun 22-mart bu juda ham katta manfaatli bo'ladi. Qanaqangi energetika sizga berilmoqda va siz bu energetikani manfiy va musbatda qabul qilasiz va siz bu energetikani o'z fe'l atvorlarimiz, o'z amallarimiz, gap so'zlarimiz bilan bu energetikani realizovat, ya'ni moddiylashtiramiz yer olamiga. Va buning oqibatida biz qanchalik darajada iste'dod bilan, mahorat bilan bu energetikani taqdim etsak yerga, bu energetika bizga moddiylashib, ya'ni munosabatlarimiz yaxshi bo'ladi va albatta hayotimiz sifati oshadi. Masalan, albatta pullar keladi, har xil uy joy, avtomobil va albatta eng katta maqsadlarimiz, orzularimiz, yo'llarimizni ochamiz. Endi qarangki, men hozir kontentimni yo'qotib qo'ymang. Bundan oldin ham men reels tashladim. Albatta uni topishingiz oson bo'ladi. Shuning uchun podpiska tugmasini bosing, like-ni ham bossangiz, bu energiya obmen, bu juda ham manfaatli siz uchun. Va hayotingiz ham, bugungi kuningiz ham like, ya'ni yurakcha, chin dildan o'tadi. Endi siz bugun 22-sanada tug'ilgan insonlarda kuchli tomoni va kuchsiz tomonlarini aytib beraman. Bu sizni eringiz yoki o'g'lingiz, o'zingiz bo'lishingiz mumkin. Bu energetika katta kuchga ega. Bu energetika yaratuvchi insonlardagi. Shuning uchun bu insonlarga katta energiya beribdimi? Bu insonlar albatta buni to'liq to'kis bermasa, bu hayotdan qarz bo'lib qolishadi. Endi esa diqqat bilan eshiting. Katta potensial va global tafakkurga ega bu insonlar. Buyuk loyihalarni ko'ra olish qobiliyatiga ega. Boshqaruv va yo'lboshchilik xislatiga ega. Ommaga ta'sir qila olish va katta auditoriyani to'play olish iste'dodiga ega. Insonlar uchun ezgu ishlarni bajara olish mahoratiga ega. Endi esa minus tomonlarini, agarda bu inson o'z energetikasini qisgan bo'lsa, masalan, bolalik chog'ida 22dagilar katta maqsadlar aytsa, aynan o'sha oilaga keladi-da. Masalan, endi quyi, ya'ni haligi unchalik darajada boylik bo'lmagan, keyin boylikka chiqish uchun bu energetikada bola keldi. Lekin biz o'zimizda ongimiz bilan uni qissak, qanaqa odam bo'lib qolar ekan? Og'ir va ruhiy bosim egasi bo'lib qolar ekan. Ishonchsiz bo'lar ekan, ikkilanuvchi, mayda maqsadlar qo'yib, global maqsad